Superman. Bu nomni eshitganingizda ko'z oldingizga yengilmas, kuchli, tezkor, odamlarga doimo yordamga tayyor turadigan qudratli qahramon ko'z oldingizga keladi. Haqiqatan ham Superman juda kuchli qahramon. Ammo shunday qahramonlar ham borki, ular hatto Supermandan ham kuchli. Xo'sh, ular kim bo'lishi mumkin deysizmi? Unda bu savolga javob topish vaqti keldi. Kamina Sardor sizlar bilan yaqin 10 daqiqa ichida birga bo'laman va Supermanni yenga oladigan top, Marvel va DC filmlarida qatnashgan qahramonlar haqida tanishtiraman. Diqqat, biz Supermanning oxirgi versiyasi, ya'ni Adolat Ligasi filmidagi personajni olamiz. Shunday ekan, videoga bitta like bosib, ichishga va yeyishga u narsa olib kelib oling. Biz boshladik. Dastlab sizlar million marta eshitgan Superman haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Agar shunday qilmasam, Superman xafa bo'lib qolishi mumkin. Superman Krypton sayyorasidan kelgan eng kuchli qahramon. U quyosh energiyasidan kuch oladi. Bu unga super kuch, super tezlik, lazerli ko'zlar, muzli nafas, o'q o'tmas teri, super sezgi qobiliyatlari, uchish, tez tiklanish kabi imkoniyatlarni beradi. Lekin Superman ham yengilmas emas. Uning ikkita asosiy kamchiligi bor. Bu kriptonit. Bu uni tanasini zaiflashtiradi va oddiy odamlardek qilib qo'yadi. Ikkinchisi esa bu sehr. Bu Supermanga jiddiy ta'sir qilishi mumkin va unga qarshi Superman zaif bo'lib qoladi. Demak, Supermanni yenga oladigan birinchi personaj bu Doomsday bo'ladi. Ha, siz uni filmda Superman bilan jangini ko'rgansiz. Superman garchi Doomsdayni o'ldirgan bo'lsa-da, o'zi ham halok bo'ladi. Chunki Superman Doomsdayni hech qanaqasiga to'xtata olmasdi va yagona chora kriptonit quroli edi. Bu qurolni yasab bergan Batmanga esa rahmat aytib qolamiz. Chunki Batman ham Supermanni yenga oladi. U buni filmda isbotlagan va Supermanni ancha zaif qilib qo'ygandi. Ammo Zack Snyder filmidagi Superman ancha kuchli ko'rinmoqda. Nima bo'lganda ham Batman Supermanning asosiy zaif tomoni kriptonit toshi ekanligini biladi. Bu esa qachondir qanday qilib bo'lsa ham uni yenga olishini anglatadi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi personajimiz esa bu Darkseid bo'ladi. Biz Zack Snyder filmida ko'rgan kelajakdagi Darkseid aynan biz aytayotgan Supermanni o'zi tarafga bo'ysundirib olgandi. Agar bunga Batman sabab bo'lgan desangiz, ha, bu to'g'ri. Ammo Darkseid anti-hayot tenglamasini qo'lga kiritgandan keyin shundoq ham Supermanni bo'ysundirib olishi mumkin edi. Bu Darkseid Omega nurlari bilan Supermanga katta jarohat yetkaza olardi. Garchi Superman teng kurasha olsa ham oxir-oqibat mag'lub bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun odatda Darkseidga qarshi butun bir jamoa birlashib jang qilgan edi. Bo'lmasa birga bir jangda Darkseidni yengish oson bo'lmasdi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi personajimiz esa bu cheksizlik toshlariga ega Thanos. Thanos bu holatida Superman bilan tenglasha oladi yoki undan ham kuchli bo'lib ketardi. Agar Thanos kuch toshi va haqiqat toshidan foydalansa, aniq Supermanni yenga oladi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi qahramonimiz bu Darkhold egasi Qizil jodugar bo'ladi. Darkhold eng qadimiy va qorong'u sehr kitobi hisoblanadi. Unda yozilgan sehrlar multiversni o'zgartira oladi. Haqiqatni buzadi, onglarni egallaydi. Bu kitobdan foydalangan kishi cheksiz kuch oladi, lekin aqli bilan to'liq xayrlashishi mumkin. Darkhold egasi sifatida Qizil jodugar Superman uchun o'ta xavfli raqib bo'lgan bo'lardi. U Supermanning ongiga hujum qilishi, tanasini parchalashi yoki haqiqatni o'zgartirishi mumkin. Shunday qilib Wanda Supermanni mag'lub eta oladi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi qahramonimiz bu Doktor Manhattan bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, bu qanday doktor o'zi? Tish doktorimi yoki asbob doktorimi? Yo'q, bu qo'riqchi olamidagi eng kuchli mavjudot bo'lgan Doktor Manhattan. U ilm-fan orqali kvant darajadagi mavjudotga aylangan. U vaqt, makon, materiya va energiya ustidan to'liq nazorat o'rnatgan. U Superman tanasini molekulyar darajada yo'q qila oladi. O'zini abadiy tiklay oladi. Demak, uni o'ldirish deyarli imkonsiz bo'ladi. Superman qanchalik harakat qilmasin, Doktor Manhattanga qarshi hech narsa qila olmaydi. Afsuski, bu jangda Doktor Manhattan juda osonlik bilan g'alaba qozonadi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi personajimiz bu Dormammu bo'ladi. Dormammu koinotlar aro mavjudot bo'lib, quyosh tizimi yoki galaktika bilan cheklanmagan. U qorong'u o'lcham, ya'ni zulmat olami hukmdori hisoblanadi.
Dormammu sehr, materiya, vaqt, makon, ong ustidan nazoratga ega. Filmda Dormammu Strange'ni bir necha marta o'ldirgan bo'lsa-da, Strange vaqt toshi bilan deyarli uni yenga olgandi. Ammo Supermanda vaqt toshi yo'q. Shunda Superman birinchi zarbali o'zidayoq jiddiy jarohat oladi. Keyingisi esa Superman uchun o'lim zarbasi bo'lishi mumkin. Va Superman ham juda kuchli zarba bera oladi, ammo Dormammu mistik energiyadan iborat, unga jismoniy kuchlar ta'sir qilmaydi. Demak, bu jangda Dormammu juda osonlik bilan jang qilmasdan g'alaba qozonadi. Darvoqe, Dormammu Supermanni yengish uchun o'ldirib o'tirish shart emas, uni shunchalik ongga kirib o'ziga bo'ysundirib olsa kifoya. Kanalingiz uchun dizayner qidiryapsizmi? Unda aynan Magneto Design siz uchun. Magneto Design siz uchun ajoyib prevyular, avatarkalar va bannerlar tayyorlab berishi mumkin. Aynan bizning videolar uchun ham Magneto Design prevyular tayyorlab beradi. Shunday ekan, kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Supermanni yenga oladigan navbatdagi qahramonimiz esa bu Phoenix kuchiga ega Jean Grey bo'ladi. Biz 2019-yili chiqqan filmda ko'rgan Jean Phoenix kuchiga ega bo'lgach katta qudratga ega bo'ladi. U endi jismlarni yanada kuchliroq boshqara olardi. U jismlarni molekulyar nazorat qilishi mumkin edi. Jean Greyning kuchlari koinot miqyosidagi ulkan darajaga yetganligi sababli u Supermanni ko'plab jihatlarda mag'lub etishi mumkin. Phoenix kuchi Supermanning ongini egallashi yoki uning molekulasini to'liq o'zgartirishi mumkin. Jean Grey telekinetik kuchlar orqali Supermanning harakatlarini nazorat qilishi yoki ongini to'liq yo'q qilishga qodir bo'ladi. Phoenix Forcening tasarrufida super kuchli fizik kuchlar va materiyani o'zgartirish qobiliyati mavjud. Bu Supermanning o'ta chidamliga qarshi haqiqiy tahdid yaratadi. Natijada Superman harakat qilib ko'rgan bo'lsa-da, jangda mag'lub bo'ladi. Bundan tashqari Celestial Arishem, Kanglar ittifoqi va vaqtlar hukmdori Loki ham Supermanni yenga oladi. Mana Supermanni yenga oladigan barcha personajlarimizni ham tahlil qildik va ular haqida ham ma'lumotlarni bilib oldik. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu videoda Qora Adam, Thor, Doctor Strange, Doctor Fate, Kapitan Marvel kabi Superman bilan teng kuchga ega qahramonlar emas, balki yengish juda qiyin va deyarli imkonsiz bo'lgan yovuzlar qatnashdi. Sizcha nima deb o'ylaysiz? Yana kimlar Supermanni filmlarda mag'lub etgan bo'lardi? Albatta bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Darvoqe, yaqin orada Momaqaldiroqlar filmi chiqadi va ana shu filmda Supermanning asosiy raqibi bo'lishi mumkin bo'lgan Sentry personaji qatnashadi. Mana shu film chiqqach Sentry va Superman o'rtasida katta battle qilaman. Shunday ekan, bizning kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bitta like bosib qo'ying va o'z fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.